Assalomu alaykum do'stlar. CNC kanaliga xush kelibsizlar va bugun biz bilan Nurik BC hammaga salom do'stlar va biz bilan Avazov. Assalomu alaykum hammaga. va 9-sinfga xush kelibsizlar. Let's go. Let's go. Va bolalar bu ketdi endi bo'lmasa. Va do'stlar 8-qismni ko'rmaganlar bemalol o'tib ko'rishi mumkin va biz ferma qurganmiz. Like'lar bosib, obunalar bo'lib, komment yozish esdan chiqmasin. Aktiv yaxshi bo'lyapti. Hammalaringga rahmat. Hozir 9-qismdamiz. Skladni to'g'irlamoqchimiz Saidmar bilan. Azam 7-qismda aytgandek qishloq topgan ketgan. Azam o'zi bitta gapirib o'tsak yaxshi. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Bo'lyaptimi ishlar? Obuna boslashyapsizlarmi? Men endi qishloq topdim. Topgani ketayotgandim. Endi 2 kundan beri topolmayapti. Uzr do'stlar. Qishloq ekan, juda ham uzoq ekan. Kelib olishi ham azamda. Shuncha harakatimizga like bosib qo'yinglar do'stlar. Oldi mana Saidmar Va lat tekizlayapmiz do'stlar. Daraxt taxtadan qilaman. Muhammad, siz daraxt chopib turing. Do'stlar o'zlaring bilganlaringiz hamma qismda men daraxt chopyapman. Saidmar daraxtni nima qilyapti bilmayman. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Tavba qildim. Har qismda daraxt chopyapman. Bo'ldi. Ha? Chopyapman Saidmar. Siz boravering, men surpriz qilmayman birga. Choping. Nima qilib kelayman? Daraxt chopib kelayman? Bilmayman. Xohlagansiz qiling. Endi men agar bunaqa narsa bersam, ana pishinitsa bor-ku. Bo'ldi mana mol Qulday bersam, molni qo'llab kirib turasiz. Bo'ldi ana. Taktika galaktika. Eng pastga. Железоdan, temirdan Galaktika. lopata. Chiqoring tezroq. Men tushga chiqqanni jo'qmaydi. Hozir. Berib qo'ymen oltasini. Aha. Keyin ko'paytiramiz. Yuring. Bosing yerni. Hozir men qilaman-da. Do'stlar salkam ketam tushib qolyapti. Vijaynamiz 9-qismi. bir narsa esdan chiqibdi. Nima Kirov ish? topolmayapman-da. Va Yuqib turaverasiz kichkina lekin. to'ppa-to'g'ri. Turaylik. Azam oldida qo'ylar bo'lsa o'ldirsangiz devon yasardingiz. Kravat. Yaxshi. Va mana qo'ylarni topdim. Shinitsa bilan olib kelyapman. Ko'p qo'yaman, 2-3 deydi. Bo'ldi. Tepasini o'tkazib, pastini taxtadan. Bo'ldi, kravat yasashga tegan narsa bo'ldi. O'lib qolmaydi. Chunki opimiz qiyin bo'ladi. Bo'ldi o'zlar ajinalar qo'yapti. Va Saidmar uxlasa yaxshi bo'ladi. Men siz ko'cha juda ham qorong'i. Men chiqib olaymi? Uy, Pastga tushing. Chilavik. Hozir. Nima uxlayapsizmi sen? Agar uxlamaysiz, Rupi bor edi hozir. Va do'stlar uxlab bo'lib qaytamiz. Oy, yaxshi tomonlaring bolalar. Yaxshi tomonlaringmi? Va biz qo'limizni yuvib Saidmar. Menda bir muammo. Eshik ochiq. Klipperlarda Toshqa olib kelgani ham menga unaqa bersiz, nima deysiz? Kartoshka bersiz yaxshi bo'ladi. Kartoshka manda.
bekorga katta shuni olaman. Ya, azam olgani ketdi aytgancha. Bo'ldi qaranglar. Qo'y bolalar. Voy bo'ldi. Bunaqasini ko'rganmisizlar? Faqat Sinisi Minecraft kanalida ko'rasizlar. Hali narsani oling, ashula ko'paytiramiz, ashula ko'paytiramiz. Bo'ldi. Bunga отдельный joy ochish kerak. Mana qaramayapti bunaqa narsaga. Do'stlar bo'lishi mumkinmi? Qaramayapti. Va do'stlar, narsalarimizni o'g'lana temay turing. Uzr do'stlar, uzr. Hali qo'y o'ldi. O'ldimi? Просто. Mana jo'natim. Voy do'stlar. Narsalarim qani? Va do'stlar. Sakitib to'shatdi. Va men yana top kelishga harakat qilaman. Vo'shi. 0,001% chiqsa kerak. Bunaqa qo'ylar do'stlar. Ana oling endi shu ustini. En ajablanarlisi dengizga qarab chiqib topgan. Og'amga endi shuni qarang to'pdim. Qaylar? O'zi kompensasiymi? Kompensatsiyagan joyimda ham uxlab bo'lgandim. Yasalasizmi? Temir. Va Salman pasa go'sht bo'lsa olib chiqib yaxshi bo'lardi. Men katta umid qilaman, qishloqda ham temirchining uyida Yolg'izda go'sht bo'lsa bo'ladi. Nima deysiz? Bironta hozir qishloqda ham kompens bo'lishi mumkin. Va Salman go'sht olib chiqyapsiz. Men sizlarga tushunib turaman, chunki sutni chiqaman dedim. Go'sht bolalar. O'zimda bor. Nechta go'sht kerak sizga? Uzoqqa ketaman, menga ham 2-3 ta yaxshi bo'ladi. Hozir bolalar ko'paytirib. Siz menga hali narsani bering, pshenitsanimi? Qo'ydimi? Yo'q. Pshenitsani shuni. Yo'q. Men o'zim olib kelaman deyapman. Mana shu. Bitta xolos menda. Ha, men. Chiqarsa eshikni olib chiqing. Siz men chiqmayman hozir. Olamni hozir. Hozir hamma narsani qo'yib bo'lgandan keyin qaytaman. Qo'ydi ko'rganmisizlar? Bolalar mana hamma yo'g'im qo'ydim sondalarga hozir Muhammad menga surprizlar qo'yibdi sizlarga ham. Va do'stlar mana qaranglar. Hozir Qo'y bozorga olib kelgan qaranglar. Do'stlar like bosinglar, shuncha qo'yni qaranglar. Vallahi. Eshikni ochinglar. Do'stlar ko'rishinglar mumkin. Hammasiga xizmoninglar. Men qanaqa ketaman? Meni yo'q, qoching saylar. Men bo'pti bolalar tushga deyapsizlarga kontent ko'rish uchun. Vau! Sanma eshikni yoping. Va bo'l. Kirishar. Bitta kiringlar. Bitta kirish. Oho, qo'y bozori ketgan. Qo'y bozori to'rtta qilgandan, dala qilgandan keyin hozir qalin qilib qilishga o'rishdaman bolalar. Fakir qo'yaylik. Vazini hosindirsam hamma yo'q ketadi. Daraxt. Qo'y bozorini hammasini olib ketdi Muhammad. Yo'q, men ketyapman. Hamma to'g'ri. Endi mana deyapti, yo'q. Bug'doy olib keldim. Azam ishlar qalay ketyapti. Hozir qilaman. Topganingiz hali ham qishlar? Yo'q, qishlar yo'lim topolmayapman. Bolalar qilgandan keyin qaytamasizlar, zerikib qolmanglar. Va mana Azam aka qishloq topibdilar. Azam aka skrin qilib oling, keyin rasmga oling. Ko'proq olavering, 3-4 qo'yib yuboramiz videoda. To'g'ri. Va bani qoldi o'zi daraxtdan qilmoqchi edim. Hozir daraxtimiz yo'qligi uchun taxtdan qilyapman. Keyin bo'lsa daraxtdan qilolaman. Avvallar chiroyli chiqqanmikin. Yana bitta narsada men buzyapman, orqamdan dehqonchilar o'z ekib qo'yyapti. Bo'ldi, ashita qilib. Qaranglar. Orqamdan yana ekib qo'yishadi.
boshqa sabzavotlar ham bordi. Naqaya kirinchi haligi. Naqa borov. Borov, atini. Oz. Ular lava bilan, o'sha lava bilan. Bamur. Va o'z yakuniga yetdi bolalar. Videoda oxirigacha Videoda ko'rganinglar uchun ko'rganinglar rahmat. uchun. Telegram kanal kommentariyada yoki opisiyanada bo'ladi. Hammaga xayr.